Hazrati Ali roziyallohu anhu hikoya qilib beradilarki, bir kuni u kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning uylarida hech narsa yo'qligidan qorinlari ochligini bildilar. O'zlarining uylarida ham taom yo'qligidan bir yahudiyning xurmo bog'ini sug'orib berish evaziga paqiriga bir dona xurmo bilan kelishdi. Ya'ni bir paqir suv evaziga bir dona xurmo. Hovuzdan 17 paqir suv tashib, sug'orib 17 dona ajva xurmosidan olib, u zot sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib keldi. Ey Abul Hasan, xurmolarni qayerdan oldingiz dedilar. Ey Allohning rasuli, sizni ochqaganingizni sezib, bir yahudiyning xurmolarini sug'orib berib, ushbu xurmolarni ishladim dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam, sizni ushbu ishni qilishingizga Alloh va uni rasuliga bo'lgan muhabbat shunday qildirdimi dedilar. Ali roziyallohu anhu ha deb javob berdi.